Hammaga assalomu alaykum akalar, kayfiyatlar yaxshimi? Cho'tam. Anchadan beri video qilmadim. Tuzuymizlar, charchashlar yo'qmi? Nima gap? Men ham o'yinga kirmayatdim. Yo'q, kiryapman. Bir xatno kunlari. Bugun kechga mana kirganim yo'q. Hozir kirib nimalarni olish kerak, nagradalarni olib, yomon sekin kiryapti o'yinga ham. O, nasıl bildi? Yamal, Samal bu nedeler? Metni mi? Putk final. Neyim olamız. Şu oladigan narsalarni olish kerak hammasini. Liga pol bo'lgan. Nima ekan bu? Ha, nima? Iyon ikkinchi o'rinda olib qolibmiz. Voy bilat, bolalar yaxshi o'ynamabsizlar ligadagilar. Ikkinchi o'rinda olibmiz. 100 ta olmaz yetmayapti. Tak, 25 mingta bo'lsa, yana bu yerdagilar ham bor. Bu yerdan 5 ming chiqish kerak, 30 ming chiqib qoladi xudo xolasa. Tak. İyi bile qanaqa o'yin? Qayt. O yaxshi. Ha, bu 20 ta qilib qo'yganmi? Bu satak o'ynamayapman, Ravni o'ynayapman akalar, Ravni maza qilib. Ravni o'ynayapman. 67 bo'ldim. Eng qiziqmon qaranglar. Ko'rsatayim. Bitta mana bola 20 ta yulduz, 20 ta 30 ta yulduz ekan. Kecha tushirib yuborganman buni. 30 da edi bittaga. Men buni qarab turinglar. Top 250 dagi bola. Bunlar necha o'ynagan? Top 250. Buni yutdim. Bu menda qaykan где-то 2000 top 2000 larda. Tak, men yutkizganim. Bu ham top 250 da. Sostavi ham jinni bola ekan. Oxir durib qo'ydi suchari. İnternetim yaxshi emasdi meniki unchalik mo'yam menda. Короче, shuni 50 lar akalar, ko'ryapsizlar, to'qoshlarga qarshi mehnat bo'lyapti. Trener rejim 30 ta bo'lib qolibdi. Bugun kechqurun qo'ydim, 30 dan jilmayapti. Shu 32, 35 u yoq chiqib tushib. Shu eski taktika akalar. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. 32 mingta tanga bo'ldi. Draft olamiz endi. Draft olamiz. İyi bile, sırası olsa ham bo'lasdi, yangilamasdan. Mayli. Tak. Onu bittiysen bo'lardi-yu, sırası 10 tan. Mayli, bo'p turadi. Tak. Shu akalar, bu yoqda kecha o'yinni ko'rdinglar, yomon o'yin bo'ldi men akalar. Men Angliya yutsa kerak deb o'yladim, baribir Messi ekan. Ikkitasiz qilgan kecha kuni. Tak, mana o'tyapsizlarmi akalar? Bitta qoldi menda. Buni ham haliroq nima qilib qo'yaman, bitta mana shu qoldi, 3 mingtalik. Qolgan hammasini olib oldim. Rashford 5 futlargacha. Boshqa hech narsa yo'q, yangilik, hammasi eski shu. Tak, draft ochamiz akalar. Основной menga shu kerak. Draft ochish. Konteyner kiryapman. Biron narsa tushamikin? Tak. Ikkita bor ekan baxtimga. 30 ta bor akalar, 30 ta rovna. Ko'ramiz. Bu kerak emas menga. Martinez ham kerak emas, Forward Kane ham kerak emas, Rice ham kerak emas, hech qaysi biri kerak emas. Yamal yaxshi bo'lardi, Yamal bo'lsa. SP Pedri ham bo'lardi. Hatto o'ynatsa bo'ladi. Ko'ramiz, qani bismillah, 10 ta. Sразу biz akalar bilasizlar biz. Omad hamisha biz bilan. Pedri. İyi bile, Pedri mesela yani 18 tushib qoldi. Olma tushib qoldi, ispanskiy olma kecha birashka Dani olma tushdi deb. Dani olmenga. Yomon aldab qo'yapti bular shuni haqibchi. Boshim yuraman buni endi men. 5 Belinski. Bo'ldi gap yo'q hozir. Ketdi.
Ko'rgim ham kelmayapti. Yomon bo'ldi, lekin aldab qo'ydi. Yamal, davay, Yamal. Yana bitta yon. Ha, bo'pti akalar. Bir marta yonatdi endi, hadi sonoram. Meksika 16-15lar. Akalar, yomon bo'ldi. Yomon bo'ldi. Bu olmadi, nima qilaman men? Sotiladigan o'yinchi mumkin, ko'rmaydim. Yo'q ekan sotiladigan o'yinchi. Kim olsam, kim обмен qilib yuboraymi? Jamtasini shart. Nechlik o'yinchilar kerak edi? Transferlar. Qayerda edi? Men bunga hozir charchab qolganman, ozgina ishlaman akalar. Menga talashlamay mana endi. Alvares kelibdi, aytsa Alvares. Nima demadinglar Alvaresga? Короче, solishtirdim men. Alvaresni solishtirdim boshqa o'yinchilar bilan. Mateus Cunha bilan bir xil ekanda, hammasini solishtirib ko'rdim. Ko'rsataymi sizlarga? Так, kartochka, сравнение qarab turinglar. Eng qizig'ini. Так, поиск, программа. Shuni yozib qo'yamiz, adashmasam, принять. 119lar. 119. Poisk. Endi qarab turinglar. Messi kartochkasi va Mateus Cunha. Qaranglar. Udar Mateus Cunha'da, pas Mateus Cunha'da, skorost bir xil. Dribling Messi'da, Messi dribling yaxshi. Qolgan har tomonlama Cunha kuchli bo'lyapti-da. Shunaqa, men hayronman. To'g'risini aytsam. Bu yoq 4-5. Bo'yi ham Cunha'niki balandroq. Olvorsammi shat bittasini? Nima demadinglar akalar? Tak, mana bor ekan. Zashitnikim 23ligi bilasizlar. Prosto buniki raketa emas ekanda, shuncha hokim kelmayapti. Pickford kerak emas. Sonaldo. Lekin son zo'r. Sonda o'ynayotganini ko'ryapman. Son menga yoqyapti. Men sap qilib любой o'yinchini o'ynata olaman deydi. Farqi yo'q. Обязательно sap bo'lish shart emas. Forward sap. Son bilan solishtirsak qanaqa bo'ladi? Son bilan. Poisk. Son yo'naligiga qasam edi. Adashdimmi meni? Yomon adashdimmi? Boshdan. Endi to'g'ri. Skorosti ham, udari ham baland. Pas driblinglar pasroq, оборонасы pasroq. Chunki forward berilganda songa, agar songa forward emas, L5nik berilganda bunaqa bo'lmardi. Ya'ni driblinglari balandroq bo'lardi. Lekin ko'p menga gol urdi shu sonamchi. Qonni ishti bor. Mateus Cunha yoki son. Qani nimalar talantlarini ko'raychi, kimni talanti ko'p bo'lsa shuni olish kerak. Так, playmaker дальний удар. Так, лучник. Точный удар. Cunha'niki juda yaxshi o'ylayapti. Nima deysizlar, Cunha'ni olvoraymi? O'yinchilar bor, в принципе. Salibani tiqib olaman, Saliba menga kerak emas. Bu yoqqa mana Olmo keldi. Beki Rashford bor. Nima demadinglar akalar? Olib o'ynatsam, atak o'yinchilarim ham yetarli, to'g'risini aytsam. Hozircha yotib turarsim, hech kimni olmay qo'yayim. Hech kimni olmasdan poka shu borini o'ynatib turayim.
Misol ja kerak bo'lmayapti-da, lekin keyin over ko'targanda kerak bo'ladimi deyapman, sali bir og'iz tashlab yuborsam keyin biling deyman. Shunaqa akalar. To'g'risi zerikarli bir nimalar yo'q. Shu faqat 100 ta olaman desam ham 100 ta ham ololmayapman. Sababi ko'ryapsizlar. Tak. 14 mingta. 14 ming bo'lar ekan. 14 ming bo'lsa, bu yoqda 20 qancha ming bo'lib qolar ekan. Yana bitta o'yinchiga yetadi. Yana bitta o'yinchiga yetadi. No. Paka kerak emas, sababi olsam 20-o'yinchi olaman endi. Men boshqa unaqa mayda-chiqda o'yinchilar olmayman. Sizlarda nima gap, biror narsa tushyaptimi o'zi? 30 draft cho'lga kirib ketdi. To'g'risi bir video tortayam degan nima deydi? Желание ham yo'q bo'lyapti. Oxirgi kunlari sal charchab qolyapman to'g'risi. Mana lekin harakat qilinglar. Shuni qancha ko'p o'ynasanglar shuncha optilar oshadi. Zo'r bo'laveradi. To'g'risi videoga uzun qilmayman. Shunaqa sal skochniroq deydi, nima deydi? Oddiyroq video. Tayyorlanganim ham yo'q, narsa o'ylaganim ham yo'q. Просто draft ochay dedim. Sizlarga bir salom-alik qilib qo'y dedim. Shunaqa akalar. Yana xudo xolasa xabarlashamiz. Biror narsa kerak bo'lsa bir ideya tashlaylar, aytaman. Qanaqa nima. Bu narsani sizlarga aytmoqchi edim, shu eslolmayapman-da, nima aytmoqchiligim-chi. Bir narsani aytmoqchi edim, eslolmayapman. Hamma. Endi yana bir video qilaman, bitta bratanni akkauntni open pack qilishimiz kerak. Yaxshi videosini tashlayman, uni ham ko'rasizlar. Bu o'zimniki edi. Mana endi video uchun bitta ham tashat o'yinchi olay desam, baribir misol ne kerak bor? Mana Rivaldo deyman, olib masalan hozir bekor olibman debman. Shoshmasdan yana 20 olaylik. Mayli aka, yana xabarlashamiz. Shu kattagina oddiygina video, chist open pack. Shunaqa gaplar. Mayli, hammaga yaxshi kayfiyat.